Assalomu alaykum qardoshlar. Qanday qo'ng'ashma hozir vaqtingiz xayrli olsun. Men ismim Farhod. Bugun kanalim kengaygan qizg'in qarshamda mablag' silish qatorlik mablag' sog'anchada ehtiyojim bo'ling ham o'zingizga xos uslubda mablag' silishni o'rganing. Bugungi darsimda sizlarga so'zlab berdim. Paychek qandoq vaqtlarda o'sidi, qanday vaqtlarda tushidi. Shuni so'zlab beray. Paychek o'sidan shuna vaqtlari shu shirkatniki o'ziniki ahvoli kirim yaxshi bo'lgan vaqtida o'sidi. Kirimi yaxshi bo'lmagan vaqtida tushadi. Yana birisi, o'sha cho'ng grafik, masalan, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq mushlarga bevosita ta'sir qilgan vaqtida tushadi, undan keyin chiqadi. Lekin bular hammasi qandoq unchilayliqi cho'ng ansirab ketgandek ish emas. Bir shirkatniki o'zining tafovati yaxshi bo'lsa, ulardan bek ansirab ketmasangiz bo'ladi. Masalan, nurg'unlikqa krizislar bo'ldi. Krizislar bo'lsa sal vaqt ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bultur virus chiqqan vaqtida tushib ketdi, butun paycheklar. Undan keyin yana qaytib chiqdi. Lekin ba'zan yana shirkatlarga yana hozirgacha ta'sir qilyapti. Masalan, entertainment deymiz, shu ko'ngilchi sohasidagi mehmonsaroy, kinoxona, aerodrom shirkatlar degandek mushlarga hozirgacha ta'sir qilyapti. Shuningga Mesela ahvallarga o'zingiz qarasangiz bo'ldi. Qanday ahvol? Masalan, burundan krizislar bo'lgan, qanday ahvolda shunday bo'lgan? 2008 shu o'ylaniki ba'zilar beklam yuksekdi, bular to'lab bo'lmay bir cho'ng kriz bo'lgan. 2010 shu banklarniki Yevropaning banklaridanki kriz bo'lgan. Ondan burun paycheklar beklam yuqori 2000 elektronlik paycheklarningki bahsi beklam yuqori o'rlakdi. Undan keyin cho'ng shu ko'p bo'lib ketgachga bu portlagan vaqtida hammasi sat bo'lib paycheklar tushgan vaqtida yana qolganlari texnik qo'qab tushishdan o'xshaydi. Yana satasat, yana texnik tushib, yana satasat, yana tushib degandek keyin-keyinlab tushaverib, ashta bo'lgan. Masalan, shu vaqtda Amazonniki paychiki 90% tushib ketgan. Shunday ishlar bo'ldi. Bularning hammasiga ishlarga men bardosh bera olmayman degan vaqtingizda, qurbim yetdi degan vaqtingizda, undan keyin mablag' soling. Bu nimlar ba'zan chog'da 50% lar tushib ketish bo'lib turgan ish. Bu vaqtida biz qanday qilamiz? Hech qanday ish qilmaymiz. Balkim yana yig'ib qo'ygan pullarimiz bo'lsa, shu buy the deep deymiz. Eng cho'nqur yerdan amal bor. Shu yerlardan yani qaytadan setib olamiz. Bahasini tangshash uchun. Bahasini tangshab ilish, bahasi yuqori vaqtida qanday edish, bularni men ayrim bir so'zlab berman. Alondan keyin yana qanday vaqtlarda paycheklar tushadi. Bu shirkatning o'ziniki ishki masalalari bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, masalan, boshliqlari o'zgarib, CEOlari o'zgarib qolgan bo'lsa, ba'zilariga ular ta'sir qilmaydi. Agar shu men degandek blue chip kuchlik bog'liq shirkatlar bo'lsa, masalan, Amazonniki Jeff Bezos pensiyaga chiqqan, CEOsi o'zgargan, shunda vaqtidami Amazonning paychiki unchalar tushib ketmadi. Ozroq tushdi, jiq tushmadi. Lekin bultur shu Amazonniki paychikiga bir cho'ng ta'sir qilgan ish bor. O'tirliqda bir bol setish, bu ishlardek deganda xabarlar chiqib ketib 4-5% tushib ketgan. U texnik bakrak ta'sir qilgan, ma'nan qaraganda. Lekin agar siz o'ylab qolgan yangidan chiqayotgan texnikalik shirkatlar bo'lsa, Tesla, hozir Elon Musk tushib ketib, boshqa birisi o'rniga chiqqan bo'lsa, Tesla'niki bahasi biraqlam tushib, yo'qolib ketadi. Shunga o'xshash yangi chiqayotgan shirkatlarniki ga texnik bakrak ta'sir qilishi mumkin. Bularga chaqchaq qilib olmaydi, shunga ehtiyojchan bo'ling. Alonki yana qandaq ishlar bevosita ta'sir qildi. Har fasllik xulosalari, masalan, Q1, Q2, Q3, Q4 deymiz. Birinchi fasl, ikkinchi fasl, uchinchi fasl, to'rtinchi fasl. Lekin siz ma'noga diqqat qiling. Ba'zan shirkatlarniki har bir xulosa chiqqan vaqtida shunchalik cho'nglaydi, ba'zanlarniki shunchalik tushib ketadi. Kimisiga qaraydigan chog'da shu analizchilarniki shu ba'zan shirkat, masalan, Almi shirkat deydi. Almi shirkatniki shu Q1 dagi analizchilar nima deydi?
Q1'deki setilish nemisi kirimi manchilik bo'ldi. Shuning bilan Olim shirkatniki bahası $125'larga chiqishi mumkin. Aniki buniki revenue qaraymiz. Revenuesi mancha bo'ldi. Ananikin PS ratio deymiz. PS ratio boshqa yana qaraydigan jiq narsalar bor, ularni keyin deb beray, lekin eng muhimi mush ikkisi. PS ratio manchilik bo'ldi deydi. Ananikin rasmiy chiqqan vaqtida revenuesi rost yaxshi bo'lsa, ya'ni PS ratio rost yaxshi bo'lsa, bahası o'rlaydi. Ananikin bunun ichida ikkilisi yaxshi bo'lmay bo'lsa, balkim tushdi. Yoki bo'lmasa, birisi yaxshi bo'lib, birisi yaxshi bo'lmay, bunda bo'lsa-mu, o'chaqda ya tushdi, ya o'rlaydi. Lekin yalla har qitim bunda bo'lmaydi. Nima uchun? Bu qitimki, masalan, mushu ikkinchi oyda Apple'niki nimasi chiqdi, xulosasi chiqdi. Q4 ikkinchi oyda, masalan, 2020'ninki Q4'si chiqdi. Bu ikkinchi oyda chiqqani 2020'ninki shu 10-oydan 12-oygacha bo'lgan kirimi 2021 ikkinchi oyda chiqdi. Okay? Ikkinchi oyda chiqqan vaqtida kirimi shunday yaxshi bo'ldi. Ikkilisini beat qildi. Revenue'ni beat qildi, PS ratio'ni beat qildi. Lekin paychki boshdan uchib ketdi. Nima uchun? Prezident almashdi. Trump chiqib ketdi, Joe Biden chiqdi. Nimaga ta'sir qildi? Joe Biden deydi, men balkim takslarni, bojlarni o'stirma. Bojlarni o'stirgan chog'da kimga ta'sir qildi? Shirkatlarga ta'sir qildi. Andan keyin bularniki kirimi chiqimi hisoblab nim qilgan chog'da balkim bu nimadan tuvan bo'lib qolishi mumkin. Mushta ishlar bo'ldi. Bularga diqqat qilmasak bo'lmaydi. Ba'zi shirkatlarniki agar ikkilisniki mu bit qilinmagan bo'lsa, ya'ni o'rlab qilishi mumkin. O'rlab qolgan ishlar bo'ldi. Nima uchun? Ularning ba'zilarida sabablar bo'ldi. Mushlarga yaxshi qarash kerak, lekin agar rasmiy manga agishib value investmentni o'rgangan bo'lsa, bularga qaramaymiz. Bular qanday bo'lsa bo'laversin deb o'zimizning yo'lda menga beramiz. Men shu to'g'ri yo'lni sizlarga o'tib qo'yman. Odatda yana qanday bo'ldi desangiz, Q1'ninki masalan 2-oyda chiqdi. Lekin Q1 xulosasi chiqishdan burunlam paychikiga ta'sir qilib bo'ldi. Ya chiqdi, ya tushdi deb. Balkim 12-oylarda $120 bo'lgan bo'lsa, birinchi oy keliblam o'rlab $125'larga chiqib olishi mumkin. Ya bo'lmasa $130'larga. Mening demoqchi bo'lganim, har qanday ish boshda yuz berdi. Hargizmi xulosasi chiqib bo'lib yuz bermaydi. Ba'zan vaqtlarda xulosasidan burunlam ma analizlar bunda bo'lgan, bunda degan, shunga men ilishim kerak deblam, xulosasidan burunlam o'rlab bo'ldi. Jiq narsalar shunday bo'ldi. Jiq vaqtlarda. Masalan, bir xabarlar kelib qolsa, yo masalan, Amerikaniki shu 3-oyda nim qildi stimulus package berdi. Har bir amerikaliklarga $1,400 pul taqatdi. Lekin bu pul taqatgan vaqtida albatta bu iqtisodga foydasi bo'ldi. Asosan pullarni xajlab ma'g'uzgandan keyin. Lekin bu paychak bozori bu taqatishdan burunlam o'rlab bo'ldi. Shuningga men hargizmi bu saqlab shu az qolgan vaqtida yo shu vaqtlarda olma yo sotma u bu demang. Bu paychak bozori nurg'un vaqtlarda beshillam ba'ziga ta'sir qilib bo'ldi. Bu narsalarga cho'qim diqqat qilishinglar kerak. Masalan, Q2dan Q3 o'ttirdilar, meshi bir yerdilar ta'sir qildi. Q3ninki xulosasiga. Shunday diqqat qiling. Yana qanday vaqtlarda paychaklarniki ba'ziga ta'sir qildi. Yana shu danliq arboblar, shu medialarda bir narsalarni desa, Joe Biden bir narsa desa, yo bo'lmasa burun Trump bir narsa desam, paychak bozoriga ta'sir qildi. Yoki bo'lmasa Elon Musk, işte cho'ng ta'sir qilgan odamlarni cho'qim esingizda tutib oling. Bular bir narsa desam, yo bo'lmasa masalan Elon Musk meniki Tesla'niki
batareyasidan mundaq ilgirlash bo'ldi desam, Tesla'nın bahası birdamlam yüksekdi. Ya bo'lmasa Tesla'nın batareyasi o'tamadi desa, biraqlam chiqdi. Ularning har bir gaplari shunga ta'sir qildi. Lekin zayladagi mushta gaplarni a'lo qildim. Ba'zan davlatlarda, Turkiya, Xitoy degandek davlatlarda bunda ahvol bor ekan. Biz buni nima deymiz? Tuman bombasi deymiz. Masalan, tuman bombasini bir qo'ysak, tuman chiqib, hech narsa ko'gilolmaydi-ku. Shu bu bozordagi deyilish shu. Bu nima sizga qalayimqan ilqindek xabarlarni berib qo'ydi. Turkiyada ashtab aka Ba'zi arboblar qalayimqan xabarlarni berib qo'yib, shu bir shirkatniki iqtisod yaxshi emas, paycha tushib ketdi desa, hamma odam sot, u paycha tushib ketdi ekan. Andan keyin shu arboblar o'zi kelib, buni tushgan vaqtida avvaldiga avilib, andan keyin chiqqan vaqtida setib o'ziga foyda qildi ekan. Amaliyotda bu qonunga xiloflik ish. Amerikada bu cho'qimlam qonunga xilof. Agar SEC buni o'qib qolsa, u cho'ng bir qonun xiloflik ish. Mushu har bir mushu kapital shirkatlarning hammasini, har bir arboblarni tekshirib turdi, har bir gaplardan, mushu masalan prezident bo'lsa-mu, Trump'ninkimi har bir gaplari mushu paychaklar bozoriga ta'sir qilgan vaqtida sen mushta gap qilib, o'zingizning do'stlariga foydani yetkazmoqchimi, u bu deb tek-tekini tekshirib turdi. Mushu Elon Musk u bo'larnikimi. Lekin bu degani ham desan medyani ishlatib qalayimqan gapsan bo'lmaydi degan gap emas. Gap qilsa bo'ldi o'zining ixtiyoriy erkinligi, lekin tekshirib ashundaq gumondor bir ishlar uchrab qolsa, andan keyin bularni bir taraf qildi. Cho'ng bir taraf qo'ydi. Burunmi shu Warren Buffettmi nechqatim sotlarga arz qilgan, lekin o'ziniki tek-tekni pakiz o'g'ashqa, o'zini yaxshi tushuntirib, nim qilishga yaxshi chiqqan. Lekin bu odam mujiq sotlarga chiqmagan, bir ish qitimlam chiqqan. Shularga diqqat qilamiz. Andan keyin qanday vaqtlarda paychak bozorlariga shirkatlarning bahosiga ta'sir qildi. Masalan, men burun sizlarga deb bergan split paychakningki split qanday bo'ldi? Masalan, Tesla'ningki paychaki $500 chiqqan vaqtida buni split qildi. Andan keyin $100 tushdi. Undan vaqtida qanday bo'ldi? Texmo jiq odamlar $100 dan ola oladi. $500 ga pul yetmagan vaqtida $100 dan ola oladi. Shunda buniki paychak bozoriga qanday ta'sir qildi? Jiq odam og'anligi uchun buni paychaki texmo jiq o'rlaydi. Lekin bu qachon ta'sir qildi? Buning o'rilishiga bu split qilgan kuni emas, balki bu xabarni bergan kundan boshlab ham ta'sir qildi. Shu vaqtda ham ta'sir qilib bo'ldi. Shu vaqtda ham o'rlaydi. Hargizmi men split qilgandan keyin olaman desangiz, o chaqda bek kechikkanmiz. Bu bir, yana birisi nima? Yangidan paychak qo'shgan vaqtida. Masalan, agar Tesla'ning 6 billion paychaki bo'lgan bo'lsa, har birisi $100 deb tursa, andan keyin bir yerga borgan vaqtida men yana 1 billion qo'shma. Men yana 1 billionlik paychakni bozorga solmay qo'shdim. Shuni bilan hammasi jami bo'lib 7 billion bo'ldi. Men 1 billion paychak qo'shma degan vaqtida bu paychakning bahosi qanday ta'sir qildi? Tushdi. Bularni cho'qim bilishimiz kerak. Nima uchun tushdi? Biz odatda nima deymiz? Demand deymiz. Masalan, o'ylarni olgan vaqtimizda o'ylar yetishmay qolsa, o'ylarning bahosi o'rlaydi. Shunaqa. Me'yadim ma'u agar bahosini nima split qilib, 5 ga bo'lib $100 ga chiqqan vaqtida teximjiq odam kirdi. Teximjiq odam kirgan vaqtida bu chaqda paychak ozlab ketdi. Masalan, o'ylar ozlab ketgan vaqtida o'rlagan o'xshash, paychak ozlab ketganlikka o'rildi. Miyada qanday bo'ldi? Paychak jiqlab ketdi. Paychak jiqlab ketganligi uchun buniki bahosi tushdi degan gap. Mushinchilar yana qolganlarim bor, nurg'unlari, lekin muhimroqlari mushu. Mushlarga bak diqqat qiling. Mushu paychak bozoriga burun hammasiniki mush xabar chiqqan vaqtida u ish bo'lishdan burun
ta'sir qildi. Mushlarga jiq diqqat qiling. Yana paychak bozorini hech kim shu men ufqima deb hech kim deyolmaydi. Men yana mushlar grafiklarga qarab, grafiklarni o'lchab, mushlar o'ynaydiganlarni ko'rdim, lekin bundaq yo'lga kirib olsangiz chiqish tez. Çoxum özünüzdə kallağınızı juyitib qalsınız, çoxum müşnəngə işinib qalsınız, çoxum müşdə buldu deb. Grafiknin bilimləri bək çoxur. Mən azraq bilmə, lakin onu qaramayman. Value investmentdə biz nimə qarayımız? Şirkətnin aldıkayniga qarayımız. Şirkətnin kəlgüsü, şirkətnin işçisi, məhsulotları müşlər qarayımız. Müşü payçəkdən bazığı bevosita təsir qıldı. Qalğan müşü xəbər deydi, virus deydi, bu nəslə əmmisi onda bevosita emas. Grafik o texnik bək nimo. Meningcə o grafikni hamdi bunda so'zlab qo'ydim. Meningcə o grafik mo'yliqi bir xil xatiri cho'ng. Ham ilqi to'g'ri yo'l emas biz Uyg'urlar uchun. Grafikni shu 1980-yillar, 70-yillar Amerikada shunchalik moda bo'lgan. Shu grafik qarab o'lchab turib, hamda tushdi ekan. Əmdi çıxıdı ki, edib, müştə pərəz qılıb oynaydıqlarcıq. O çağladı mı, şu Nobel mükafat ağalan var. Məsələn, o nemisiga qarab beeps deyimiz. Çıxış 100 beeps çıxdı, ya bo'lsa 50 beeps düşdü deydigan beeps degan məsələn bəzi payçaqlarniki mijazim deb qo'ydi. Məsələn, Amazon payçaqninki beepsi Apple qarğançaqda kuchliroq chiqib tushishi o'xshash ish bo'lsa-mu, ya'ni kuchliroq. Masalan, Amerika dollari Angliya pound, Amerika dollari Avstraliya dollari, Amerika dollari yevro, shu 3siga qarasak, hamsi Amerika dollari, lekin Amerika dollari tushgan bo'lsa, ma 3sininki tushishi o'xshamaydi. Kundalik masalan, shu Angliya fondi sterling sal yuqoroq chiqib, yuqoroq tushdi. 1000 beeps bo'ldi. Qağalları Yevroniki o'ttiral bo'ldi, balki 500-600, nimniki Avstraliya dollarininki 300-400 bu deyamdi. Bir mijazi deb qo'ydi. Mushlarga qarabmi Nobel mukofot olganlar bor, lekin ular 5-10 yil o'tgandan keyin o'ziniki mush iqtisodiyotga xato yo'li kirib qolganlarini ixro qilgan. Mushlar ishlar bor. Bu metrlab nim qilganlar u ahmaydi. Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio, Cassie Wood, Kamas, Bill Ackman, Michael Berry deganlarni hech qaysi grafik qaramaydi. Hech qaysi. Ular uqmaydi, atlikni nim bo'ldi, o'g'illikni bo'ldi, bir oydan keyin bo'ldi, bir yildan bo'ldi. Ular nimga ishindi? 5 yildan keyin 10 yildan keyin bu paychaklar, bu şirketlarning bahsi hozirgi bahada turmaydi, shuning ishindi. Hargizmi men bu metildim, amdi o'rlaydika, yo tushidika deb o'ylqi bir xil qilma o'ynagandek o'ynasa bo'lmaydi. Cho'qim to'g'ri yo'lga kirli, to'g'ri shu meniki value investmentni yaxshi o'rganinglar. Hamsi rahmat, bugun bir şey so'zlay. Allohga omonat.